Saluli, go'sht, sabzi, guruch, no'xat, nagiz, piyoz, tuz, zira, yog'. Ularni hozir bosamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh. Yog'imiz qizidi, oshga hozir piyoz solamiz. Mana piyozimiz qizardi, go'shtini solamiz. Hop, sabzi solamiz. Boshimizga suv solamiz. No'xatni solamiz. Zirani solamiz. Nagiz solamiz. No'xatni ustini yopamiz. Endi ziravagimiz 1 soat qaynaydi. Ziravagimiz tayyor bo'ldi. Guruch solamiz. Oshni masallig'i hammada bir xil bo'lishi mumkin, lekin oshni shirin chiqishi oshpazga bog'liq. Oshimizni 20 daqiqaga yopamiz. Endi guruchini yaxshilab aralashtirib olamiz. Oshimizni mana yaxshilab aralashtirib bo'ldi. Endi 20 minutga yana yopib qo'yamiz. Mana oshimiz 20 minut dam yedi. Yana aralashtirib 15 minutga damlab qo'yamiz. Oshimiz tayyor, ochamiz. Bu videoni sizga osh qilib berish kerak bo'lgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying. Agar shunday ham qilib bermasa, 5 qozonga kelaverasizlar. Oshga marhamat.